Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ko'pchilikni qiynab kelayotgan va tushunmayotgan savollardan bittasi Binance'da USDT ni qanaqa qilib so'mga, so'mni USDT ga almashtirishni ko'rsataman do'stlar. Добавить средства kiriladi. Добавить средства kirganimizdan keyin tepasida USDC, ya'ni USDC so'm. Ko'pchilikda mana bosiladi. Ko'pchilikda mana masalan valyuta, har xil valyutalar, ya'ni masalan KZ, rubl yoki bo'lmasa USD, dollar, boshqa valyutalar turadi. Keyin mana bu joyda mana so'm chiqmaydi. O'shaning uchun обязательно USDC bo'lishi kerak. USDC bo'lgandan keyin mana keyin ikkinchi bo'limiga, ya'ni ko'pitsa USDC o'shanga bosiladi. Endi biz sotib olmoqchimiz. Agar biz USDC sotib olmoqchi bo'lsak, mana bu joyda mana ko'pitka bosiladi. Agar bizda masalan Binance akkauntimizda ya'ni USDT, ya'ni USDT bor, uni so'mga almashtiradigan bo'lsak, продать bo'limiga bosiladi. Продать bo'limiga bosganda mana bu joyda mana sizni kriptovalyutalaringizni hammasi kelib chiqadi va bu joyga biz USDT yoziladi. USDT yozganimizdan keyin pastda mana maksimalniy summa dostupna. Ya'ni bu USDT qayerda bo'lishi kerak? USDT spotoviy akkauntda bo'lishi kerak. Yana ko'pchilikda xato qiladigan joyi mana bu joyda mana пополнение akkauntda bo'ladi. Mana bu joyda mana пополнение bo'lgandan keyin пополнение chiqmaydi. Обязательно spotoviy bo'lishi kerak. Ya'ni пополнение akkaunt qanaqada bo'ladi? Siz hisobingizni USDT ga to'ldirdingiz, hisobingizga USDT kelib tushgan paytida o'sha пополнение akkauntda bo'ladi. Uni spotoviy akkauntga o'tkazasiz va spotoviy akkauntda mana bu joyda mana kelib chiqadi. Spotoviy bo'lishi kerak. Endi maksimalniy summaga bosiladi va mana shunaqa 220 ming so'mga almashtiradi. Hozir men ko'rsataman hammasini. 7 USDT ni обмен qilamiz. Подтвердить bosiladi. Bosganimizdan keyin обработка 30 sekund jarayonida davom etadi va открыть кошелек. Endi hozir ko'rib turganingizdek mana akkauntimda USDC, ya'ni so'm 88 ming so'm turibdi. Bu demak mana tepasida mana spotoviy akkauntda пополнение akkaunt. Agar biz пополнение akkauntga o'tkazsak, u boyagi joyda chiqmaydi. Endi o'sha USDC ni, ya'ni so'm, mana bu joyda mana so'm bo'lib turganini USDT qilishni ko'rib chiqamiz. Добавить средствоga bosiladi. Boya aytgandek tepasida USDC купить за USDC ga bosiladi. Ko'pitga bosganimizdan keyin mana bu joyda mana boyagi spotoviy akkauntda mana 88 ming so'mning USDC turibdi. O'sha mana maksimalniy summa bosiladi. Mana выберите способ оплаты. Mana bu joyda mana o'zim summam bor. O'sha bosiladi подтвердить ga bosiladi. Maksimalniy summa mana ko'rib turganingizdek. Все, $6.93 небольшая комиссия. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek shu. Do'stlar, kimda qanaqa savollar bo'lsa, mana ko'rdingiz, uje menda avtomatik USDC bo'ldi. Endi qanaqa qilib Binance akkauntni pul to'ldirish yoki bo'lmasa Binance akkauntdan pul chiqarish kerak bo'lsa, meni kanalimda bor, o'shani hozir ko'rsatib ketaman. Binance kim registratsiya qilmagan bo'lsa, pastga havolaga tashab qo'yaman. Mana Binance birjasida hisob to'ldirish, Binance birjasidan pul chiqarish, hammasi ham yozilgan. Endi qanaqa qilib so'm haqida qisqacha video obzor qildim. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosamiz, podpiska qilamiz va kommentariyaga tushunmagan savollaringizni yozib ketamiz. Rahmat do'stlar.